Agar siz 2026-yilda aniq ozaman deb maqsad qo'ygan bo'lsangiz, unda bu video siz uchun. Barchangizga assalomu alaykum. Ismim To'rayeva Sevara, xalqaro diplomga ega nutritsiologman va mingdan oshiq ayollarga cheklovlarsiz hamma narsa yeb turib ortiqcha vazndan qutulishga yordam bergan insonman. Agar siz doimo ertadan boshlayman, voy dushanbadan aniq ozaman, mana shu oy o'tsin, keyingi oydan dietani boshlayman deb o'zingizga har doim shunaqa deyveradigan bo'lsangiz va oxir oqibat baribir o'sha vaznda qolib ketayotgan bo'lsangiz, bugungi videoni albatta ko'ring. Chunki aynan bugungi video orqali men sizga 2026-yilda haqiqatdan ham cheklovlarsiz hamma narsa yeb turib ozishga yordam beradigan texnikalarni va maslahatlarni berib o'taman. O'zi kelinglar, nimaga ko'pchilik ayollar ozolmaydi yoki o'sha ozish jarayonini keyingi dushanbaga, yangi yilga o'tkazishadi. O'zi yangi yil mana 2026-yil kirib keldi. Har yili biz o'zimizga va'da beramiz. Bu yil aniq ozaman, bu yil aniq ozaman deb. Vaholanki bu yil o'tib ketaveradi, lekin biz ozmaymiz. Bunga sabab o'zi nimada? Chunki biz ozishni qanaqadir qiyin va qilib bo'lmas narsa deb fikrlaymiz. Nimaga? Chunki biz ayollar ozishni ham, hayotni ham qiyinlashtirishni juda ham yaxshi ko'ramiz. Deyarli hamma ayollar ozish deganida darrov miyasiga o'zini o'zi cheklash, non yemaslik, shirinlik yemaslik, yaxshi ko'rgan ovqatlarni yemaslikni ko'z oldiga keltiradi va uzog'i bir hafta, 10 kun bu narsaga chiday olishadi, ozishadi, lekin odatiy ovqatlanishga o'tishgandan keyin yana semirishni boshlashadi. O'sha yaxshi ko'rgan shirinliklarni yeyishgani uchun endi baribir yegisi keladi-da odam bo'lgandan keyin va shuni hisobiga ham semirishni boshlashadi va oza olishmaydi. Juda ko'p holatlarda biz ayollar tanani dushman sifatida qabul qilamiz, lekin bu unaqa ishlamaydi. Biz qo'pol qilib aytganda tanamizni dushman emas, do'stlashishimiz kerak, tanani quloq solishimiz kerak. Chunki biz cheklovlarga va dietalarga murojaat qilganimizda tanamiz stressga tushadi. Stress esa xohlaymizmi, xohlamaymizmi, ozish tezligimizni yaxshigina sekinlashtiradi. Bundan tashqari organizm energiya tejashni boshlaydi, ya'ni biz stressga tushganimizdan keyin organizm o'zini o'zi himoyalash jarayoniga o'tgandan keyin u sizga kaloriya yo'qotishingizga to'sqinlik qiladi. Shuni hisobiga ham siz oldinroq ozgansiz, hozir esa ozmay qolgan bo'lishingiz mumkin. Chunki organizm doimiy stressda yashayapti. Qayta dietalarga o'tirganingizdan. Demak, aslida muammo sizda yoki sizni irodangizda emas. Misol uchun, agar sizga dieta tuting, dieta tuta olmayman deb aytsangiz, ba'zi birlar voy irodangiz sus ekanda, irodasizsiz, boshqalar eplayapti, siz nima eplolmaysiz degan gaplarni eshitishingiz mumkin. Lekin gap bu yerda irodada emas, irodangiz susligida emas. Bu shunchaki noto'g'ri siz tanlagan yondashuvda, noto'g'ri ozish tayinlangan turida. Demak, sizlarga birinchi va eng asosiy beradigan maslahatlardan biri bu qizlar, 2026-yilda iroda bilan ozishni to'xtatinglar. Ya'ni men endi boshqacha iroda bilan yondashaman bu narsaga deb, bu irodangiz keladi, ketadi. Misol kimdirni ozdiruvchi videosini yoki zo'r qilgan natijasini ko'rasiz, motivatsiyaga to'la bo'lasiz, lekin motivatsiya bir kun bor, ertasi kuni yo'q. Ozgina tam kimdir bilan urushib qolasiz deb borib, bo'pti, shu shirinlikni yevara qoling. Mayli deb yeb qo'yasiz va qilib qo'yasiz. Demak, iroda ketadi, motivatsiya ketadi. Demak, biz bu yil ozmoqchimisiz, boshqacha yondashuv qilib ko'ring. Ya'ni oldingi yillarda, misol 25, 24, 23-yillarda o'sha necha yildan buyon ozishga harakat qilib kelayotgan ayol qizlar juda ham ko'pda. Oldingi yillarda bu usul ishlamadi. Shuning uchun bu yil boshqacha usul tanlang. Ya'ni biz iroda bilan emas, aql bilan ozishni boshlaymiz. Demak, biz irodamizni sinab, uni yemayman endi, buni yemayman deb emas, bularni yaxshi ko'rgan narsalarimizni ratsionimizga to'g'ri kiritib, ana o'shalarni yeb turib ozishni ongli ravishda o'rganishimiz kerak. Iroda bilan emas, aql bilan ozishning birinchi va asosiy qadamlaridan biri bu kunni aynan boshlashimiz, ya'ni nonushtamiz. Juda ko'p ozish usullarida ba'zilar nonushta qilmaslik kerak deydi, ba'zilar nonushta qilish shart deydi. Bu mutlaqo sizni xohishingizga qarab, qachon qorningiz ochsa, ana o'shanda ovqatlanavering. Ya'ni agar siz biron bir marafonga yoki biron bir menyuni qayerdandir topadigan bo'lsangiz, o'sha yerda 7 da yoki 8 da nonushta qiling deyishadi. Lekin ba'zilar 7 yoki 8 da qorni ochmaydi, lekin majburan borib o'sha narsani yeydi. Yo'q, qizlar, bu mutlaqo noto'g'ri hisoblanadi. Odam organizmi o'zini o'sha ochlik signallariga qarab ovqatlanishi kerak. Mana ertalab aytaylik, uyg'ondingiz, boshqa biron bir narsalaringizni qildingiz, bolalaringizni, tam eringizni jo'natdingiz ishga yoki o'zingiz borasiz, qisqasi
nechida zavtrak qilmoqchi bo'lsangiz, nonushtani nechida qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha paytda qilavering. Kimdadir bu 7 da, kimdadir 9 da, kimdadir 8 da. Ya'ni o'zingizni mana bu ichingizdan kelayotgan xohishga qarab. Birinchidan. Va ko'pchiliklarda ko'ryapman shu narsani, nonushtani o'tkazib yuborish kerak. Nonushta yemaslik kerak, ana o'shanda ozadi. Yo'q qizlar, bu umuman shart emas, teskarisini aytgan bo'lardim. Ya'ni juda ko'pchilik qorni ertalab och qoladi-da, keyin o'zini boshqa ishlar bilan shug'ullantirib, nonushta haqida esidan chiqarib yorib, go'yoki yuradi-da. Ana o'shandan keyin obedga qarab qorni ochadi, obedda ham o'zini deydi, yo'q bo'ldi, men bugundan ozaman, men ochlik qilishga qaror qildim deydi-da. Natijada kechqurun o'sha asabda, stressda, bolalar bilan ishda, o'qishda yig'ilgan stressini yechishga aynan ovqat bo'ladi-da. Hamma uxlagandan keyin borib xolodilnikni ochadi-da, kun bo'yi yemagan ovqatlarni yig'ib yana ham ko'p yeb yuborishadi. Yoki yana bir modaga chiqqan narsa zavtrak o'rniga kofe ichib yuborish. Endi o'sha kofe yoki choy ichib yuboradi-da, keyin kuni bilan yuradi. Go'yoki o'sha qorni ochsa kofe, qorni ochsa choy va balobattar. Bu ham bizni faqat va faqat diyetamizni buzishga olib keladi. Ya'ni siz ertalab yemaysiz, kunduzi yemaysiz, borib kechqurun o'sha irodangiz sustlashadi-da, narsani yeb tashlaysiz. Demak, bugunoq siz qiladigan narsa, agar siz sog'lom ozmoqchi bo'lsangiz va haqiqatdan ham ertalab uyg'onganingizda qorningiz ochadigan bo'lsa, albatta zavtrak qiling, nonushta shart, agar sizlarning qorningiz ochsa. Nonushtaga nima yesa bo'ladi? Qizlar, men doim aytaman, agar kunni birinchi yegan taomingiz oqsilli va foydali bo'ladigan bo'lsa, kun davomida sizni oldingidek o'sha shirinliklarga yoki boshqa narsalarga tortuv bo'lmaydi. Qorningiz u darajali ochmaydi. Demak, sizlarga beradigan maslahatim, nonushtaga iloji boricha oqsilli mahsulotlarni iste'mol qiling. Hammaning uyida bor anaqa tuxum, qaynating, qovuring, xohishingizga qarab. Tvoroglar xudoga shukr O'zbekistonda juda ham ko'p. Sut mahsulotlari, agar sharoit yetsa, go'shtni qaynatib, qovurib, dimlab qo'shimchasiga. To'g'ri, bu sizlarni faqat foydaliga ishlaydi va qorninglarni to'q tutadi. Och yurish kerak emas ertalabdan. Demak, biz albatta oqsilga boy nonushta qilganimizdan keyin kun davomida bizda to'qlik bo'ladi. Demak, nonushta qilib oldik. Keyin nima qilamiz? Ba'zilar o'ylaydi, bo'ldi, nonushta yeyman, bo'ldi, kuni bilan endi hech narsa yemayman. Yo'q, qizlar, bu unaqa ishlamaydi. Eslab qolinglar. Ozish uchun bizga och qolish kerak emas, kam ovqat yeyish kerak emas, muntazam ovqatlanish kerak. Chunki asosan biz o'sha diyeta buzib qo'yishimiz yoki juda ko'p narsa yeb qo'yishimiz nimadan keladi? Kam yeganimizdan yoki umuman hech narsa yemaganimizdan paydo bo'ladi. To'g'ri, biz o'ylaymizki, biz nima deydi, ko'p narsa yeb qo'ysa ozamiz. Yo'q, lekin kam narsa yeganimizdan keyin o'zi hech narsa yemadim-ku. Kuni bilan hech narsa yemadim. Endi buni yesam yebman deb ana keyin bosib yeymiz. Yoki bir hafta davomida men yaxshi bo'lib hech narsa deyarli yemadim. Juda ham kam ovqatlandim. Ana endi bugun dam olish kunlarida ko'p yesam bo'ladi deb ana o'sha bir hafta yeyilmagan ovqatni bir kunda tiqib yemoqchi bo'lamiz. Bu ham mutlaqo noto'g'ri yondashuv. Undan ko'ra normada har kuni zavtrakda zavtrak, obedda obed, kechki ovqatda kechki ovqat qilib, normada bo'kmasdan, oshqozonni to'ldirib tashlamasdan ovqatlanganimiz ma'qul. Bizni o'sha ko'p yeb qo'yishga majbur qiladigan narsa bizni uzoq vaqt davomida kam yeyishimiz. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Bu shunaqa ishlaydi. Biz o'sha yemagan zapasimizni to'ldirmoqchi bo'lamiz. Shuni hisobiga ham ko'p yeb qo'yamiz va semiramiz. Oldingi ozishga qilgan harakatlaringizni shunchaki eslang. Diyeta tutasiz, keyin diyetani buzib tashlaysiz, bo'ldi, buzib tashladimmi deb juda ko'p yeb qo'yasiz. Va ana o'sha joyida siz o'zingizni ustingizda, ishtahangizni va oshqozoningizni ustida nazoratni yo'qotib tashlaysiz. Shuning uchun ham maqsadingizni, voy, bugun men juda ham kam yedim, men yaxshi bo'ldim deb emas, bugun men tizimli ovqatlandim. Bu men uchun juda ham yaxshi, bu meni ozishim uchun, sog'lig'im uchun juda ham yaxshi deyishimiz kerak. Ya'ni to'g'ri nonushta qilib oldik. Misol uchun kechki aytaylik, endi bu necha mahal ovqatlanish bu hammani o'ziga
То есть misol uchun men hech kimga faqat bir mahal ovqatlanaylik yoki 2 mahal ovqatlanaylik demayman yoki o'zi 1-2 mahal o'zi juda kam mahalli. 2 mayli еще ничего, lekin bir mahal bu juda kam hisoblanadi. 2-3 ba'zilar uchun 4 mahal ovqatlanish ham emiziklilar yoki o'zini maxsus kasalliklari bor insonlar bor, oshqozon ichi trakti bilan muammolar, ularga 4-5 mahal ham ovqatlanish kerak. То есть hamma o'zi uchun ovqatlanish mahallarini individual belgilaydi. Chunki ba'zilarga men agar hozir hamma endi 3 mahal ovqatlansin deyish ham noto'g'ri yoki hamma bir mahal ovqatlansin deyish ham mutlaqo noto'g'ri. Chunki hammani anamnez o'sha kasalliklari yoki o'zi umuman o'zini his qilishlari har xil. Misol uchun mendek odam 2 mahal ovqatlanishga qorni to'ymaydi. Shuning uchun ham bu endi o'zingizlarga havola necha mahal ovqatlanish. Lekin sizlarning har bitta ovqatlanishingiz albatta oqsilli, foydali yog'li va foydali uglevodlardan tashkil topsin. Aynan o'shanda sizlarda to'qlik hissi uzoqroq bo'ladi. Yana bir sizlarga bermoqchi bo'lgan maslahatim mana yangi yil deganda o'zi 2026 ham emas, har oy desa ham bo'ladi. O'sha har oy o'sha men bu oydan ozaman yoki men bu yildan ozaman deb niyat qilganimizda juda ko'pchilik sразу же sportdan boshlaydi. Va o'sha shunaqa gap bor-ku, yangi yilda yanvarida sport zallar to'la bo'ladi. Lekin o'sha yanvar oxirlarida to'la sport zal 2-3 ta odam bilan band bo'ladi. Demak, shunaqa ishlaydi. Men endi ozaman deb juda ko'p ayollar, qizlar sportga kirishadi. Yo'q, qizlar, bu ham mutlaqo noto'g'ri hisoblanadi. Meni maslahatim sportdan boshlamang. Birinchi bo'lib ovqatlanishni to'g'rilang. Ya'ni ovqatlanishingiz to'g'ri bo'lmasa, agar siz sportdan boshlaydigan bo'lsangiz, ovqatlanishingiz normada emas. Endi pala-partish bo'lib yotibdi. Nimani qanaqa yeyishni hali bilmayapsiz-da, lekin sportdan boshlayapsiz. Og'ir mashq qilib, har kuni 1 soatdan o'zingizni qiynab mashq qilib qilyapsiz. Natijada organizm ovqatlanishdan yetarlicha nutrient olmayapti. Och. Siz uni ustiga kardio yoki silovoy o'sha kuch ishlatadigan mashqlarni qilyapsiz, organizm o'sha kaloriyani sarflayapti. Aynan mana shu sarflagan kaloriyani organizm charchoq bo'lyapti-da endi baribir. Ovqatdan yanada ko'proq olishga harakat qiladi. Sizning ovqatlanishingiz o'zi normada emas. Yana siz sport bilan shug'ullanyapsiz, qorin ochyapti. Natijada siz yana ovqat yeyapsiz. Demakki, siz ozishni o'rniga semirishni boshlaysiz. Shuning uchun ham men aytaman, sportni boshlamoqchimisiz, birinchi bo'lib ovqatlanishingizni tizimlashtiring. Ovqatlanishingizni tizimlashtirganingizdan keyin sportga kirishsangiz, bu вообще ideal, zo'r natija bo'ladi. Lekin hammani ham sport zaliga chiqishga yoki sport mashqlarini qilishga sharoiti bo'lmaydi, kimdirlarning sog'lig'i ko'tarmaydi, bu mutlaqo norma. Aslida ozish uchun sizga sport ham majburiy emas, sport mashqlari ham majburiy emas, sport zaliga chiqish ham majburiy emas. Albatta ovqatlanishingiz bu sizning natijangizni asosi. Demak, sportga vaqt yo'qmi, mablag' yo'qmi, harakat yo'qmi, qisqasi vaqt yo'qmi, qilgisi kelmayaptimi? Shu ovqatlanishingizni to'g'rilang. Опять же, sportga chiqmoqchimisiz, hammasi bormi, qilmoqchimisiz, birinchi o'rinda ovqatlanishingizni to'g'rilang, ana keyin sportdan boshlang. Chunki organizmda sportga yetarlicha energiya yo'q. Biz borib o'zimizni qiynab 1 soat mashq qilamiz. Uzog'i 1 haftaga chidaysiz, mayli 10 kunga chidaysiz, keyin bo'ldi, qilmayman, charchadim, hamma yo'g'im og'rib ketyapti, qornim ochib ketyapti, ozmandim deb o'zingizni qiynaysiz-da, sportni tashlab qo'yasiz, keyin yurasiz hammaga. Sport zal semirtirar ekan. Bo'lmas ekan sport mashqlari, men semirib ketdim deb yurasiz. Vaholanki, eng asosiysi siz ma'mutdagi ovqatlanishni to'g'irlamadingiz. O'shaning uchun sportdan emas, ovqatlanishni to'g'irlashdan boshlaylik. Demak, ozish uchun eng to'g'ri yo'l bu birinchi bo'lib ovqatlanishni normallashtirish, to'g'irlash, keyin esa har xil aktivliklar qo'shish va mutlaqo o'sha ovqatlanishingizni to'g'irlaganingizdan keyin siz shart va majbursiz har kuni o'zingizni qiynab 1-1,5-2 soatdan og'ir mashqlarni, toshlarni ko'tarishingiz shart degan narsa yo'q. Sekin-sekin organizm endi qo'pol qilib aytgandan 20-30 yil davomida deyarli faqat o'sha maktabida jismoniy tarbiyasida mana bunaqa mashqlar qilgan tana birdaniga qiyin mashqlarga o'tgandan keyin xohlaysizmi, xohlamaysizmi, stressiy holatga tushadi va iltimos qilma deb sizni anaqa to charchatadi. Ba'zilarni eshitaman, zalga chiqishni boshladim-da, ozgindan keyin kasal bo'lib qolaman, mashqlarni boshlasam. Ya'ni organizm o'zini himoyalashga harakat qiladi. Demak, biz asta-sekin harakatlarni, asta-sekin aktivliklarni oshiramiz. Demak, ovqatlanishni to'g'irladik. Sразу sportlarga emas, boshida hech bo'lmasa qadam yurishga harakat qilamiz. 10,000 qadam ham bo'lishi shart emas, qizlar. Men har doim aytaman, misol uchun umuman yurmagan, mana mutlaqo va deyarli o'sha faqat uyida chik qiladigan
ayol ertadan bo'ldi men endi 10,000 qadam yuraman deb boshlasa 10,000 qadam yurmaydi. 2 kun, 3 kun yuradi. Lekin agar u o'sha umuman qadam yurmagan ayol kuniga 2,000, bo'pti 3,000 yurishsin, o'shanda u davomiy qiladi. Agar siz hozirgi kuningizda 3-4 ming qadam qilayotgan bo'lsangiz, bo'pti 1000 qo'shing, 5000 yuring, 6000 yuring va asta sekin ko'paytiring. Birdaniga bo'ldi ertadan 10,000 qadam deb har kuni uni yurishingiz shart emas. Asta sekin ko'paytirasiz. Ana keyin qadamlaringizni o'sha normaga qilganingizdan keyin oson sport mashqlaridan boshlaysiz. Balki u sharoitidadir, balki o'sha YouTube'da 10-15 daqiqalik qanaqadir raqsli trenirovkalar tiqilyotibdi. O'shalarni qilasiz. Ana keyin og'irroq mashqlarga o'tishingiz mumkin. Chunki o'sha tana o'rgangan. Eng muhim qadamlardan biri bu juda ham tez natija kutmaslik kerak. Ya'ni ba'zilar shunaqada, men bugun yaxshi ovqatlandim. Bugun o'sha aytganingizdek tizimli ovqatlandim, lekin ozmadim. Har kuni taroziga chiqadi. Kuniga 2 marta, 3 martalab taroziga chiqadi. Yo'q, qizlar, bu unaqa ishlamaydi. Sizlar yillab, oylab yig'ilgan vazninglarni bir kunda, 2 kunda tashlab yubormaysizlar. Juda ham tez natija kutish kerak emas. Yoki til o'rganayotganingizda bir oy ingliz tiliga borib bo'ldi, men endi amerikanецlarga o'xshab gaplashaman deb kutmaysiz-ku. Bu ham xuddi shunaqa vaziyat. Bir haftada 20 kilogramm tashlay olmaysiz, bir haftada 10 kilogramm ham tashlay olmaysiz sog'lom ravishda. Agar siz ozmoqchimisiz va bu narsani tizimli, yaxshi, sog'lig'ingizga zarar yetkazmagan holda qilmoqchimisiz, unda ozgina vaqt bering o'zingizga. Hech bo'lmasa 3-4 oy bering o'zingizga vaqt. Ana o'sha yomon ko'rgan 10 kilogrammingizni ketkazish uchun ozgina vaqt ajrating o'zingiz uchun. Aynan o'shanda siz bu narsaga tizimli yondashgan bo'lasiz va psixologik tomondan ham va sog'liq tomondan ham o'zingizga yomon asoratlar olib kelmaydi bu narsa. Agar vazningiz sekin o'zgarayotgan bo'lsa, ob'yomlardan sekin ketayotgan bo'lsa, bu ham mutlaqo normal holat. Organizm endi moslashyapti. Eslab qolinglar qizlar, tez ketgan vazn doimo tez qaytib keladi. Ya'ni men o'zimni o'sha menda qatnashgan ayol qizlardan shuni bilamanki, men boshqa diyeta tutganman-da, sevari juda tezda ozdim. Bir oyda tam 15 kilogramm ketdi deyshadi, lekin keyingi oy men bu kilolarni bemalol yig'ib oldim. Kerak bo'lsa ortig'i bilan yig'ib oldim deb aytganlar juda ham ko'p bo'ladi. Demak, men doimo aytaman, tez ketgan vazn tez qaytadi, yana o'zi bilan dugonalarini, yana ortiqcha kilogrammlarni olib keladi. O'shanga sizlar tez natijaga emas, davomiy natijaga erishishni niyat qiling. Ya'ni shunchaki bir oyda 10 kilo ketgandan ko'ra, o'sha aytaylik siz 10 kiloni 2 oyda tashiysiz, lekin keyin qaytib kelmaydigan qilib. Bu yaxshiroq-ku, to'g'rimi? Sekin va doimiy natija bu eng zo'r natija. Tez qilingan natija bu har doim ham sizni sog'lig'ingizga yoki chiroyingizga ishlab bermaydi, qizlar. Va juda ham muhim qismini men nima demoqchiman, bu mana shu atrof muhitingiz, o'zingizni qabul qilishingiz, o'zingizga bo'lgan munosabatingiz bu o'ta va o'ta muhim hisoblanadi. Agar siz o'zingizni doimiy ravishda ayblab yursangiz, har bitta qilingan xatodan tushkunlikka tushsangiz, atrofingizdan qanaqadir bosim sezsangiz, ozishingiz qiyinlashadi, qizlar. Ya'ni ozish bu faqat va faqat ovqat emas. Bu albatta bizning miyamiz, bu albatta bizning atrof muhitimiz. Agar siz doimiy ravishda, misol uchun, mana usulimda shokolad yeyish mumkin, shirinliklar yeyish mumkin, fast food yeyish mumkin, lekin baribir shu usulni o'rganish jarayonida ham qizlar, "Voy, men bugun shokolad yedim" desa, hech narsa qilmaydi-ku, deb so'rab qo'yishadi-da. Men aytaman, "Qizlar, iltimos, mana shunaqa savollar bermanglar. Men sizlarga har doim aytaman, shokolad mumkin, fast food ham yeyaveringlar. Unaqa o'zinglarni ayblab, endi bugun yeb qo'ydim deyishadi. Bu yeb qo'ydim emas, bugun yedim. Всё. Ayblab, voy, bekor yedim. Или yeyish jarayonida voy mazza qilasiz, yedim, ana keyin nimaga yedim? Endi semirib ketaman, endi nima qilaman degan xayollar bo'ladimi? Natija sekinlashadi. Birinchi o'rinda bu albatta ishonch va o'zimizni mana shu psixologik bosimga o'tkazmasligimiz bu o'ta va o'ta muhim. Demak, organizm tinchlana olmaganini hisobiga ham
yog' yig'ishni boshlaydi. Tinchlanolmaganni hisobiga ham siz asabiyroq bo'lasiz. Asabiyligingizni albatta va albatta ovqatdan olishni xohlaysiz. Chunki biz ayollarda o'sha tinchlanishni, asabni saqlashni yagona yo'llaridan biri bu ovqatlanish. Bizni misol uchun ayollar erkaklarga o'xshab xohlagan paytimiz kechqurun ham chiqib ketib, bo'pti, men borib o'rtoqlarim bilan o'tirib ketay deyolmaymiz. Asablarimizni chiqarish uchun. Bo'pti, men ertaga borib toqqa chiqib kelaman deb, endi hammani ham unaqa sharoiti yo'q, to'g'rimi? Chiqib keta olmayman, endi asabimni tinchlantirishim uchun deyolmaysiz va bizani yagona yechimlarimizdan biri bu aynan ovqat. Shuning uchun ham asab saqlaymiz, aziz ayollar. Demak, yakun sifatida men shu narsani aytmoqchimanki, agar bu yil sizlar ozishga maqsad qilib qo'ygan bo'lsanglar, qizlar, 2026-yilni sizlar o'zingizlar uchun jazolash yili deb atamanglar. O'zinglarni qiynab, endi unaqa qilmayman, bunaqa qilmayman, yo'q, tanani eshitishni boshlaymiz. Ovqatdan qo'rqmaymiz. Keyin mana sekin-sekin o'sha vaznimizga, o'sha orzuyimizdagi qomatimizga erishishga harakat qilamiz-da. Chunki tezlik bilan qilingan narsa, yana bir marta aytaman, faqat va faqat sizlarning zararingizga ishlaydi. Cheklovlar bilan ozishni men sizlarga mutlaqo maslahat bermayman, chunki bu faqat va faqat bizani qiynaydi. O'zimizni, tanamizni quloq solishni va eshitishni o'rganamiz. Aynan o'shanda yaxshi natija sizlarni uzoq kuttirmaydi. Tinch tana, ozuvchi tana. Ya'ni siz tinchda, yaxshi spokойный bo'lsangiz, aynan o'shanda sizni taningiz bemalol ozib, o'zini o'sha harakatida davom etaveradi. Aytaman qizlar, hech qanaqa cheklovlar kerak emas. Faqat va faqat mazza qilib kaloriyamizga amal qilgan holda ozishni sizlarga maslahat beraman. O'ylaymanki, bugungi video sizlar uchun juda ham foydali bo'ldi. Agar savolingiz bo'lsa, kommentariylarda yozib qoldiringlar. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Menga obuna bo'linglar.